Assalomu alaykum meni qadrli obunachilarim. Koreys tili darsining birinchi darsiga xush kelibsiz. Birinchi darsimiz albatta unli va undosh harflar, ya'ni koreys tilidagi barcha harflarni o'tib beraman. Birinchi harflarimiz boshlanadi. Bu unli harflardan boshlanadi. Harflarimiz bu unli harflar koreys tilida avvalo 40 ta harf bo'lib, koreys tilida 40 ta harf bo'lib, o'shandan 19 tasi undosh harflar va 21 tasi, hayronmisiz? 21 tasi unli harflar hisoblanadi. Bizni 6 ta unli harfimiz bor. Koreys tilida 21 ta unli harf bor ekan. Va bular qaysilar? Mana bu yerda ko'rib turganlaringiz hammasi murakkab unli, oddiy unli harflar hisoblanadi. Bularni bittama-bitta ko'rsatib beraman. Birinchi harfimiz bu A harfi, ya'ni qo'li o'ngga qaragan bo'lsa, bu A harfi hisoblanadi. A. Keyingisi esa O harfi. O. O. U. Bu rus tilidagi ga to'g'ri keladi. Harfi va I. O'zimizdagi I harfi. Bular asosiy unli harflar. A, O, U, I. Bu asosiy unli harflarni yodlab yozib oling. Asosiy unli harflar hisoblanadi. Va keyingi harflarimiz esa bular ham unli harf, sal murakkabroq. Mana bu yerdagi bitta chiziq va o'rtasidagi bitta chiziq yokida o'sha ikkita chiziq va tashqarisidagi bitta chiziq ikkalasi ham bir xil. Tashqarida bo'ladimi, ichkarida bo'ladimi? Bu harfi hisoblanadi. Og'iz ochilishida ozgina farqi bor, deyarli bir xil. Harfi va keyingisi esa xuddi bir xil. Mana shu ichidagi ikkita chiziq bo'ladi. Yokida tashqarida ikkita chiziq bo'ladi. Bu esa Y harfi. Y. Ichkaridami, tashqaridami? O'sha ikkita chiziq bo'ldimi, Y bo'ladi. Bitta chiziq bo'lsa, bo'ldi. Mana bu O harfi edi. O'ga ni qo'shamiz. Mana shu O'ni siz V deb o'qing. V. Mana shu unli harflar bilan keldimi, siz buni V deb o'qiysiz. Og'izni cho'chchaygan ingliz tilidagi W bor, qanaqa o'qiladi? V o'qiladi. Shuni V deb o'qiysiz. Ya'ni O bilan ni tutashmasi bu V bo'ladi. Bu ham U bilan ni tutashmasi bu ham V bo'ladi. Ikkalasi ham V harfi. V harfi. Keyingisi bu ham O harfi edi va bunga bitta chiziqcha qo'shamiz. V bo'ladi. O'ga ham yana bitta chiziqcha qo'shamiz. Bu V harfi bo'ladi. Ya'ni birga tutashib kelsa nima dedim? V deb o'qing dedim. V. Bu nima edi? V. Keyingi harfimiz esa oxirgisi I harfi. Ya'ni I bilan ni tutashmasi oy degan, oy. Mana shunaqa harf hisoblanadi. A ga bitta chiziqcha qo'shsak ya, O ga bitta chiziq qo'shsak yo, O ga bitta chiziq qo'shsak yo, U ga bitta chiziq qo'shsak yu harfi. Mana unli harflarimiz mana shulardan iborat edi. Yana qaytaraman, 21 ta harf o'tdik hozir. Bu harflarimiz ko'rib turganingizdek bittasi A harfi, keyingisi O, U, I,
harflari. Ichkarida bo'ladi, tashqarida bo'ladi bitta chiziqcha ikkita chiziq y va o bilan tutashib kelsa buni v deb o'qiysiz. V, vi, keyingisi ya, yo, yu harflari jami bo'lib 21 harf bo'ldi. Mana shu 21 unli harf hisoblanadi. Unli harflar. Koreys tilida undosh harflar 19 ta ekan. Mana shu 19 ta undosh harflarni birin-ketin ko'ramiz. Birinchi harfimiz k harfi bo'ladi. Mana bu k, g. O'zbek tilida k ga bir-biriga juda ham o'xshaydi. Koreyslar shuni bitta qilib olgan. Deyarli hammasini. Mana tepadan pastga k, g. Tepadan yana pastga n harfi. Bu esa t, d harfi. Bu esa r, l harfi. Bu to'rtburchak m harfi. Bu esa p, b harfi. Bu s harfi. Bu esa n harfi. Keyingisi ch, j harfi. Bu h harfi. Ya'ni mana bu asosiy undosh harflar hisoblanadi. Bular nima ekan? Asosiy undosh harflar ekan. Mana bu yerda rasmda ko'rib turganingizdek asosiy unli harflar k, g, n, t, d, r, l, m, b, p, s, n, ch, j harflari asosiylari ko'rdik. Endi esa qattiq undoshlarni ko'ramiz. Bular qaysi harflar hisoblanadi? Qattiqlari k. Bu k gani o'tdiga, shunga bitta chizib qo'ysak qattiq k. Qo'rqitadigan k deganimizda ozgina hayam chiqib ketadi-da. K. Bu t da harfi edi, o'rtasiga bitta chiziq. T harfi. Mana bu esa p, b harfi edi, shunga yana bitta chiziq chizib tepasidan. Bu qattiq p. Qattiq p. Ya'ni kimnidir qo'rqitganimizda pa deymiz u. Mana shu qattiq p harfi. Bu ch, j harfi edi, unga bitta chiziq chizib qattiq ch degan harf yasadik. Va bular qattiq undosh harflar hisoblanadi. Qattiq. Juft undosh harflarimiz bu k harfi edi. Ikkita k nima bo'ladi? K bo'ladi. K. Bu k emas, qattiq. Qattig'i tepada o'tdik. Bu k. Keyingisi t. Ikkita p. Ikkitasi s. Va ikkita ch bo'ladi. Ayniqsa bular juft undoshlar. Bu darslarimizni o'zi asosan 3-4 ta darsga bo'lib o'tishadi. Men bitta qilib koreys harflarini tushuntirib beryapman. Juft undoshlar, qattiq undoshlar va asosiy undoshlarni ko'rib chiqdik. Unli harflarni ko'rdik 21 ta va 19 ta undosh harflarni jami bo'lib 40 ta harf ko'rdik. Juftlab shunaqa o'rgansa juda ham oson bo'ladi. Bu harfimiz nega oni qo'shsa nima bo'ladi? No bo'ladi. Nega o? No. Mana bu dumaloqcha bor-ku. Unning ustidagi dumaloq. Bu tirgovchi harf hisoblanadi. Tirgovchi.
Ya'ni unlilar o'zi kelmasligi kerak. Masalan, ona deganda o o'zi bitta bo'g'in hosil qilyapti. Onada ikkita bo'g'in bor. Shunda o bitta bo'g'in hosil qilayotgan holatda, koreys tilida ham o'sha oni o'zini yozib bo'lmaydi. Shunda mana bunaqa tirgovchi o bo'lib keladi. O'zi tushunarli-a? Hamma 21 ta unli harf o'zi alohida bo'g'in hosil qilganda mana shunaqa dumaloqcha bilan yozilishi shart. Keyingisi esa k ga uy nima bo'ladi? K bo'ladi. K. T ga u tu desangiz ham bir xil eshitiladi. Tu dengchi, tu bir xil. T harfi shuning uchun. Tu harfi. S ga a, sa. Bu esa mana tirgovchi keldi. O harfi. Nimaga ngo deb o'qilmadi? Bu nge harfi faqatgina pachimda kelganda, ya'ni pastda kelsa nge o'qiladi. Va nega u nima bo'ladi? Nu. Nega u nu? Lu desangiz ham bir xil eshitiladi. Lu, ma, cho, bi desangiz ham bitta eshitilyapti, qarang. Bi, hu, nu, i, ta, mi, so, cha, o, li, ku, so, mu, ba, n, hu, so, na, t, lo, ma, ba, s, ji desangiz ham bitta eshitiladi. Ha, mu, i, ki, ku. Bu yerda yana bitta qoida bor. S'dan keyin shunaqa i harfi keladigan bo'lsa, bu shi deb o'qiladi. Shega o'zgarib ketadi doim. S'dan keyin i kelsa shi deb o'qiysiz. So, no, mo, shi, lo, to, ho. Mana. Buni tez o'qish kerak. Tez. No, u, k, tu, sa, o, nu, lo, ma, cho, pi, ho, nu, i, ta, mi, so. Cha, o, li, ku, so, mu, ba, ni, ho. So, na, t, lo, ma, bo, si, chi, ha, mo, i. To, cha, ki, ku, shi, so, no, mo, shi, lo, to, ho. Tez o'qisangiz judayam tez o'rganasiz. Mana jami bo'lib 40 ta harfni o'tdik. Uni undosh bilan qo'shilgan holatda o'qilishini ham o'rgatdim. Savollar bo'lsa, YouTube'dagi Telegram kanalimizga ulanib oling. O'sha yerda doimo yangi darsliklar joylanadi. YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'ying. Agar to'liq darsliklar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizni pulli kurslarimizga ham qo'shilishingiz mumkin. Sobi yogikaji ismida, kamsamnida.